Hammaga salom, sizlar bilan Ojikbar va siz mening kanalimdasiz. Bugun videomizda biz albatta yangi video Roblox oynayapmiz va biz o'rtoqlar Hoji 757 avtosalonga sizda tabriklaymiz kutib. Va biz o'rtoqlar bugun mana shunaqa video olyapmiz. Kardi lipstixir bir bala. Bu degani avtosalon taykuni degani. Bu avtosalonda siz mashinalar haydab, narsalar nima olishingiz mumkin. Mashinalar, mana magazin turibdi mana bu yerda. Mana bu knopkani bossangiz magazin va mana bu yerda mashinalar turibdi. Oxirigacha olib bormayman sizlarga. Rosa internetim qotib qolyapti-yu. Va o'rtoqlar, men mana shu Zenvo kollektor mashinasini zo'rg'a oldim desa ham bo'ladi, lekin esa mayli. Zo'rg'a olmadim, oson oldim va lekin men bu videoda buni olishni o'rgatmayman va men bu videoda yangi обновление mana shuni olishni o'rgataman. O'rtoqlar, albatta avvalroq like, qo'ng'iroqcha obuna va biz ketdik. Uyuyuy. Nima bu? Ketdik. Birinchisi o'rtoqlar, siz poyga joyiga kirib, mana bunaqa trek degan narsa teleportga bosasiz. Siz mana bu joyda paydo bo'lasiz o'rtoqlar va mana bu joyda paydo bo'lib, haydashingiz kerak bo'ladi. O'rtoqlar, men sizga ko'rsataman. Hozir mana bu yerda sizlarda mana yerda 240 yozilgan. 240 ta haydashingiz kerak deb. 240 mil haydashingiz kerak. Lekin sizlar uchun 200 bo'ladi. Chunki men o'sha mashinani o'sha olib bo'lganim uchun ikkinchi marta olishga menga taklif beryapti. Men mana shu mashina, mana o'sha mashina. O'sha mashina hali sizlarga ko'rsatmayman. Nima ko'rib qolmasliklaring uchun videoning oxirida sizlarga ko'rsataman. Men sizlarga birinchi maslahatim, agar mana bu birinchi nimani qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu kartani olib, dumaloq bo'lib haydab, eng tez mashinangizda olib haydavering. Va albatta u motorlari oxirgacha kuchaygan bo'lsin. Kuchaymagan bo'lsa ham mayli, tez bo'lsa bo'ldi. Muhimi tez bo'lsin. Va siz shu narsa bilan tezroq mana buni olasiz. Dek obunachilik bo'ldi. Dek mana shuni olasiz va sizlarga 10 ka beradi. Keyingi mana bir bala. Bu degani masalan siz mana inventaringizdagi mashinalarni kuchaytirishingiz kerak degani. 6 ta mashina mana. To'g'ri, nechta? 6 ta. Sizlarda 5 ta mashina bo'ladi. Chunki men o'zi aytdim, o'tganman. Bu anusini va obnovleniya kelgan payt o'tdim. O'shanga sizlarga 5 ta bo'ladi. Siz masalan oson yo'li sizlarga bunday qilinglar. Masalan, mana bu mashina mana 8,5 million tsvetiga kirib, qorani yoki oqni tanlasangiz va hozir 2 ta edi, hozir 3 ta bo'lsa, mana 3 ta. 2 ta edi o'rtoqlar. Videoni orqaga qaytarib ko'rishingiz mumkin. 2 ta edi va 2 tani 3 ta qildik. Maslahatim sizlarga, siz mana bu masalan mashinalarga kirib, motorini kuchaytirmang, chunki juda qimmatga qolasiz. Faqat hamma mashinalarda rangini o'zgartirishingiz mumkin. Masalan aytasiz, Hoji Akbar, bu oson-ku deysiz. Bitta mashinani bitta mashinani boshqa ranglarga qilib tashlasa bo'ldi deysiz. Hozir ko'rsatib beraman. Masalan, biz hozir qop-qoraga qilmoqchimiz 5400 va 3 ta edi. Endi ko'ramiz, 3 ta turibdi. Nimaga deysizlarmi? Chunki bitta mashinani 2 marta kuchaytirib bo'lmaydi. O'shanga har xil mashinani faqat rangini almashtiring. Iltimos sizlardan shuni nima qilsangiz bo'ldi. Mana shu oq chiroyliroq. Shuni qilsangiz bo'ldi. Boshqa hech bala sizdan talab qilmayman. Qarang o'rtoqlar, mana shu 2 ta mana bu oson. Va mana shuni qilganingizga sizlarga 30 ga bepul beradi. Agar mana 24 ta aylanish kerak deyapti.
krug qilish kerak deyapti 24 ta, lekin sizlarda albatta 20 ta bo'ladi. Qanday mana shu 20 tani men 5 minutda qildim. Bu degani o'rtoqlar, men sizlarga hammasini boshqatdan qaytaryapman desa ham bo'ladi. Mana shu trekni bosasizlar o'rtoqlar. Keyin esa mashinani olasizlar eng tez. Mana o'rtoqlar, men sizlarga ko'rsataman. Mana va avvalda tanlaysizlar. Faqatgina mana bu knopkani bosasizlar. Trek yoki mana buni tanlamanglar. Faqatgina mana buni tanlasangiz, bundan keyin bitta narsa bo'ladi. Hozir ko'rsataman. O'rtoqlar, 15 sekund o'tgandan keyin sizlarga bunaqa beradi. 2 ta krug, 6 ta krug yoki 10 ta. Sizlar albatta 10 ta tanlaylar. Mana bu knopkani bosinglar, 10x ta. Agar 10 tani tanlasangiz, siz tezroq nima qilasiz? Tezroq kuchayasiz. Men mana xuddi shunday qildim. Sizlarga atigi 20 tagina aniq qilasizlar. Va men sizlarga aytmoqchimanki, men o'tib bo'ldim, boshqadan aytmam. Mana bu yoqqa kirsak o'rtoqlar, ham mana bu ham kuchayadi. Ham mana bu ham kuchayadi. Tushunyapsizmi? Sirazi ikkita narsani bittada qilyapsizlar. Ikkita narsani bittada bemalol qilasizlar. Men hozir 10 ta krug o'tib kelaman. Va mana o'rtoqlar 10 ta krug o'tib bo'ldim. Va mana shunday 2 marta o'tsangiz, atigi 5 minut vaqtingiz ketadi. 5 minut vaqt ham sizga mana bu Zenvo kollektor degan nimani ham ochasiz. Va o'rtoqlar, Zenvo kollektor juda osonga ochish deysizmi? Men sizga bu videoda shuni ham aytib beraman. Agar mana buni qilib, bu missiya, agar poyga o'ynasangiz 3 ta beradi. Yoki agar oddiy mashinada haydasangiz bitta beradi degan. Bunaqa narsacha. 100 ta yig'sangiz mana bu mashinani уже ola olasan deysizmi? Yo'q o'rtoqlar. Bu shunaqa boshqa narsalar ham tushadi. Bunaqa kraska, ana shunaqalar, raskraskalar tushadi mashinalarga va siz bitta narsa qilishingiz mumkin. Hamma raskraskani yig'ib, mana teleportatsiya qilasiz. Mana teleportatsiyani kutamiz va mana o'rtoqlar, bu yo'lda mana bu yoqqa o'rtoqlar yozasiz bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, nechta bo'lsa yozasizda. Hammasini berganingizdan keyin 15 ta bo'lish kerak. Mana 15 ta mana shu yerda. 15 ta bo'lmasa siz mana bu narsani olmaysiz. Raskraskani yig'ib 15 ta qilsangiz, hamma raskraska bo'lsa, mana shu yerda 15 ta qilsangiz, mana shu narsani, mana shu knopka yashil bo'lganda olib, mana shu mashina sizlik bo'ladi o'rtoqlar. Va bitta videoda ikkita narsani aytish qanday obunachilarga yaxshi deysizmi? Bu sizlar uchun obunachilar. Faqatgina obuna, like qo'ng'iroqcha bo'ldi o'rtoqlar. Va o'rtoqlar, 50 ta obunachiga men katta konkurs qilaman. Ana endi konkurs vaqti keldi. Menda ko'rsangiz mana bu mashina Zenvo kollektor mashina 2 ta. Men sizlarga mana shu 2 taning ichida bitta odamga mana shu podarka qilib yuboraman o'rtoqlar. Kim o'ynayotgan bo'lsa, pastga like bosamiz va kommentariyada yozamiz. Mana shunaqangi chiroyli mashinani olgis kelsa, albatta kanalimga obuna bo'lish kerak. Keyin esa qo'ng'iroqcha turish kerak va mana shu videoga like bossangiz bo'ldi o'rtoqlar. Va mana o'rtoqlar, siz aytamiz 30 minut o'tdi. Chunki hammasiga meni 30 minutim o'tdi. Mana bu yerda kompleti nov turibdi. Mana shuni olasiz bu bo'lganingizdan keyin, lekin men hali bo'lmadim. 0 ta o'tdi o'rtoqlar. Qarochi o'rtoqlar, mana shuni o'tib olasiz. Mana shu mashinani olasizlar o'rtoqlar. Va endi obzor, yangi mashinani obzori. O'rtoqlar, endi bu mashina sizga yoqqan bo'lsa, albatta like, qo'ng'iroqcha, obuna. Bu mashinani qarang, prosta monster. Va men sizlarga bitta narsa qilaman, obzor. Bu mashinaga даже endi normalniy yaxshi mashina, razgoni asta bo'lsa ham juda yaxshi va qarang, tormozini qarang, qanaqa yaxshi. Plavniyda tormoz masalan, endi juda yaxshi desak ham bo'ladi. Tak driftda yaxshi. Driftda yaxshi ham. Bu qarang, oy. Hoji Akbar driftyor. Driftda juda yaxshi.
va shunaqa. Agar o'rtoqlar mana shu mashinani olmoqchi bo'lsangiz, bemalol mana shu missiyalarni qilib bemalol oling. Va biz o'rtoqlar yangi videoni va sizlar o'rtoqlar yangi videoni kuting. Iltimos, uzr, tilim bo'lib ketdi. O'rtoqlar, va mana shu mashinani olmoqchi bo'lsangiz, hamma missiyani qilib mana shu mashinani bemalol olasizlar. Faqatgina hamma missiyani qilish kerak. Men aytganday qilinglar. Unda вообще asta qilib o'tirasizlar. Va o'rtoqlar, albatta kanalimga obuna bo'lib, like bosib, qo'ng'iroqcha bosish esdan chiqmasa, mana shu video yoqqan bo'lsa va sizlar bilan Ojakbarida drift qarang chiroyliligini. Sizlar bilan Ojakbarida albatta kanalimga obuna bo'lish, obuna bo'lib, like bosib, qo'ng'iroqcha bosish esdan chiqmasin. Ziyo Gamer men sendan 50 ta obunachi kutyapman. Atiga 16 ta obunachi yetmayapti. Nahotki 16 ta o'rtog'ing yo'q, 16 ta. Iltimos, Ziyo Gamer men sizlardan 50 ta obunachi kutyapman. Va siz bilan Ojakbarida albatta kanalimga obuna bo'lib, like bosib, qo'ng'iroqcha bosish esdan chiqmasin. Ikkinchi marta aytayapman o'rtoqlar, sizlar uchun hammaga xayr. Albatta 50 ta obunachi chiqsangiz konkurs qilaman.